Qo'limdagi OnePlus S5 smartfon desam ishonasizlarmi? Rostdan ham OnePlus S5 ga o'xshaydi. Yo'q, bu OnePlus S5 Pro smartfoni. Mana Pro degan yozuvi bor. OnePlus S5 Pro smartfoni obzorini ko'rmoqchimisiz? Tezda obuna bo'ling, komment yozing, sababi 80% odam obunasiz ko'rayotgan ekan. Endi unaqa bo'lmaydi-da endi. Obuna bo'linglar, kommentlar yozinglar, kommentlarni o'qiylik, fikringlarni bilaylik-da. Sizlar fikringlarga qarab keyin videolarimizni olinglar yoki videolarimiz qanaqadir o'zgartirish qilaylik. Telegramga kirib olib gruppada bang'illatib yozmanglar. Shu videoga ham kommentga yozinglar. OnePlus S5 ni 5 Pro ni farqini ko'rib chiqamiz. OnePlus S5 Pro ni global versiyasi yo'q, lekin S5 chi OnePlus 13R deb global versiyada chiqqan. Demak, OnePlus S5 bilan 5 Pro ni qanaqangi farqlari bor? Dizayni, kameralari va displeyi bir xil. Umuman farqi yo'q. Hattoki o'lchamlarigacha ham bir xil. Chexoli ham bir-biriga tushadi. Lekin Snapdragon 8 Elite OnePlus S5 Pro sida OnePlus S5 esa Snapdragon 8 Gen 3 va akkumulyator hajmi va quvvatlash moslamasi bilan ham farqlanadi. Bundan tashqari ushbu smartfonda Wi-Fi uchun G1 maxsus chip o'rnatilgan, ya'ni Wi-Fi yaxshiroq tortib beradi. Bu gamerlar uchun juda ham yaxshi funksiyadan bittasi hisoblanadi va 16 1 terabaytli versiyasi LPDDR5T, ya'ni operativ xotirasi juda ham tezkor xotira bilan jihozlangan. Smartfon pluslari juda ham ko'p OnePlusga o'xshagan, lekin bitta katta minus bor. O'sha minus haqida ham albatta bugungi videoda batafsil bilib olasizlar. Demak, jonli video, jonli tavsif bilasizlar, PUBG ni 10 minut, 15 minut o'ynamayman. Yaxshilab sizlar uchun 3 martalab yarim soat kamida, 1 soat, 2 soatgacha o'ynab turib, keyin demak, bu PUBG uchun bo'ladimi yoki bo'lmaydimi degan savolga javob berishga harakat qilamiz. Orqasi shisha, ramkalari alyumindan, o'sha mashhur rejimni boshqarish tugmasi bor, ovozli, ovozsiz va vibro, tepalarida hamma kerak narsalari, pastda ham va ikkita sim kartani olish imkoniga ega. Ushbu smartfonni bitta yaxshi tomoni bor. O'zbekistonda oladigan bo'lsangiz, blokka tushmaydi, realniy smartfonlarga o'xshab, lekin Qozog'istonda va Rossiyada oladigan bo'lsanglar, blokka tushadi. Ushbu smartfonni albatta Uzgar Shop orqali xarid qilsanglar bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ringlar, hamma kamchilik, yaxshi, yomon tomonlarni bilib olib, undan keyin zakaz qilsanglar, menimcha adashib qolmaysizlar. Smartfon displeyi AMOLED 6.78 dyum 1.5K dan Full HD Plus o'lchamlarda o'zgartirib ishlatsa bo'ladi, 4500 nit va 1 dyumga piksellar soni 450 ppi tashkil qiladi. Shim darajasi ham yaxshi sozlangan, ko'zingizni juda ham qiynab yormaydi. Kamerasi 50 megapikselli Sony IMX906, diafragmasi f1.8, 8 megapikselli keng burchakli 112 darajali va 2 megapikselli makro kamerasi, diafragmasi f2.4. 4K 60 fps gacha asosiy kamerada va oldi kamerasida 16 megapikselli Sony IMX480 sensori bilan jihozlangan, Full HD 30 fps gacha video olish imkoniga ega. Hozir bitta foto va video imkoniyatlarini tezgina ko'rib, tanishib chiqamiz. OnePlus S5 Pro smartfoniga endi 4K 60 fps da video olyapti. 2, 5 va 10. Torka 60 fps yurib ko'ramiz, stabilizatsiyasini tekshirish uchun. OnePlus S5 Pro smartfonining oldi kamerasida maksimal Full HD 30 fps da video olish imkoniga ega. Va mana bu oldi kamerasiga olingan video testimiz. Stabilizatsiyasi, ranglarni yetkazib berishi, chiqazib berishi ko'rib baho berib qo'ysa bo'ladi. Full HD 60 fps. 6100 mAh akkumulyator va smartfon bemalol 2 kun maza qilib ishlatsangiz bo'ladi. Lekin siz aktiv ishlatadigan foydalanuvchi inson bo'ladigan bo'lsangiz, albatta smartfon 1 kunga yetib beradi. OnePlus S5 Pro smartfoni 6100 va 100 wattli quvvatlash moslamasi kabeli komplektda keladi. Aytgancha smartfon mana bunaqangi yaxshi chexol komplektda keladi
birinchi vaqt ishlatishingizga yetadi, rangi qora, balki ancha vaqtgacha ishlatishingiz mumkin. Oldi paneli maxsus plyonka bilan himoyalangan, ya'ni smartfon olasiz, chexoldaga qo'yib turib, bemalol ishlatib ketaverasiz. 6100 mAh akkumulyator quvvat ketishi qanaqa? Aytgancha, ushbu smartfon 90 FPS rasman ko'taradi, 120 FPS ga ishon. Norasman ko'tarilgan va PUBG Mobile 120 FPS o'ynaganimizda yarim soatda 10% quvvat ketdi va xuddi shunaqa YouTube'da yarim soatda 720p da video ko'rganimizda 3% quvvat ketdi. Ya'ni video ko'rganimizda 3% bu juda ham yaxshi natija. Odatda boshqa smartfonlarda 4-5% tashkil qilardi. Ya'ni ularni akkumulyatori kichkina bo'lganligi uchun, ya'ni 6100 mAh akkumulyator o'z, demak, natijasini berdi. Eng qiziq joyi protsessori Snapdragon 8 Elite. Bilasizlar, Android smartfonlar uchun protsessor bu juda ham muhim rol tutadigan qismi. Sababi protsessor uni yuragi emas, oshqozoni yo oyoq qorni yo boshqa bir 12 barmoq ichagi emas, balki miyasi hisoblanadi. Aynan mana shu protsessor, demak, oshqozonga tushgan ovqatni yoki akkumulyatorga yig'ilgan, demak, quvvatni qanaqa sarflashni ham mana shu miyasi taqsimlaydi, ya'ni protsessori. Protsessori Snapdragon 8 Elite. Hozirgi paytda eng kuchli Android smartfonlar uchun bo'lgan protsessor. Throttling test natijasi ko'ryapsizlar, yam-yashil, natija zo'r ekan deb o'ylashingiz mumkin. Yo'q, shoshilmanglar. Foizini ko'ryapsizlarmi? 70 dan sal balandroq va yig'gan gips ham 300 gipsdan oshmagan. Bu nima degani? Ya'ni aynan mana shunaqa testlarda, qiyin natijalarda protsessor sun'iy ravishda kuchini pasaytiradi va sizni sekinroq ishlashga, xuddi Snapdragon 8 Gen 3 ga o'xshab ishlashga majbur qiladi. Bu dasturiy yo'l bilan bu narsani pasaytirgan. Xuddi shunaqa OnePlus smartfonlari, qanaqangi smartfon olishingizdan qat'iy nazar, $300 dan baland bo'lgan, $300 gacha bo'lgan 270, 290 liklari ham bor. Ularda ham 90, 120 FPS gacha ochadigan smartfonlari bor. Bu smartfon Snapdragon 8 Elite bilan jihozlangan, lekin 120 FPS ochmaydi. Buni bizning adminimiz O'zgarish Shop do'konining admini Burxon mana shu smartfonni 120 FPS ochadigan qilib berdi. Va undan keyin bu smartfon haqiqiy kuchi va haqiqiy ichidagi bekitilgan, ya qafasga solingan o'sha monster chiqib keldi. Nima desangiz va hozir ko'ramiz va albatta baho beramiz. Mana yarim soatdan beri o'ynaganmiz. 88%, 78% bo'libdi. Yarim soatda, demak, PUBG 120 FPS da 10% quvvati ketdi. Smartfon sal qizidi, sezilarli darajada. Shu sababli, lekin ko'ryapsizlar, 119, 120 umuman FPS tushmayapti. Smartfon qizisa ham, lekin FPS tushmayapti. Lekin normalni qizyapti. O'shaning uchun nima desa bo'ladi? To'g'ri, protsessor kuchli, to'g'ri hamma narsani tortyapti. Lekin baribir juda ham qattiq qizib borsa, yarim soatdan beri o'ynayapman. Undan oldin kuni ham o'ynadim. Juda bir strashniy qotishiyo'di. Qotishiyo, lekin qizishi bor. Demak, qizishdan qo'rqadiganlar uchun smartfon qiziydi. Poco X7 Pro smartfonni bittasi olgan edi. Bizdan olmagan u. Lekin bizdan videomiz ko'rib olgan ekan. Yaxshi ham videoda qiziydi degan ekanman. Bo'lmasa menga sen aytganing uchun oldim. Qizirkan deyapti-da. Ha, qiziydi deyapman. Aytadiki, sen aytuvding deydi. Men nima desam endi to'g'ri deganimiz, to'g'rimi? Aldamaymiz. Endi bo'ladi har xil holatda, har xil vaziyatda bu narsa deb qo'yishimiz mumkin, noto'g'ri ma'lumot aytib qo'yishimiz mumkin. Endi to'g'ri tushunasizlar, biz ham odammiz, xato qilamiz. Shuning uchun bo'lib turadi, lekin maksimalni har doim bilasizlar, informatsiyani to'liq boricha yetkazishga harakat qilamiz. Qanaqadir tushunmovchiliklar bo'lib qolmasligi uchun. Lekin smartfon normalniy qiziydi. Yarim soatdan beri o'ynanyapti smartfonda. Normalniy qiziydi. Qizimaydi emas, xuddi shunaqa. Buni katta kichkina ukasi 57 darajagacha, o'rtacha 50 dan oshadi.
Odatda 49 gacha qizisa yaxshi hisoblanadi. 49 dan baland bo'lib ketib qolsa, demak smartfon kuchli qizyapti degani. Sun'iy intellektda nima gap desangiz, albatta ushbu smartfon sun'iy intellekti bor. Baribir Redmi ni sun'iy intellekti yetmaydi, to'g'risini aytaman. Lekin Samsung va Google sun'iy intellektlardan ancha orqada. OnePlusda AI bormi desangiz, AI bor misol uchun. Matnga o'zgartiradigan, lekin bu Taobao bilan ishlayotgan, asosan ekraningizdagi ma'lumotlarni matnga o'zgartirish imkoniga ega, undan tashqari yozib olish. Bu ishlaydigan ilovalari ham Xitoy ilovalari. Ya'ni AI faqat Xitoy uchun ishlaydi. Misol uchun men ovozli audio yozib oldim va buni tekstga o'zgartirdim. FTech kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Kurslar demak o'zbekchani tushunmaydi, ruschani ham tushunmaydi, faqat ingliz tilida ishlash, ya'ni ingliz tili, xitoy tilida ishlash imkoniga ega OnePlus smartfonlarda. Lekin kimdir bilmasa, Redmi K70 Pro smartfonida shunaqa kichkinagina video olganmiz. Aynan diktofonda o'zbek tili, rus tili, ingliz va boshqa tillar ham bor. Bemalol o'zbek tilida gapirayotganingizda ham yaxshigina tushunadi. Bu aynan Xitoy versiyadagi sun'iy intellektga ham o'zbek tili qo'shilgan. Ya'ni o'sha internetda hozirgi paytda juda ham bum bo'layotgan narsa, Xitoyliklar bostirib kelyapti degan narsa, bu nafaqat hukumat tomonidan, balki barcha kompaniyalar tomonidan ham qamrab olgan va e'tiborga olingan. Xiaomi kompaniyasi ham O'zbekistonga, ya'ni Xitoy versiyadagi smartfoniga ham O'zbekistonda ishlay olish imkonini beradigan shunaqangi funksiya qo'shgan. Ya'ni xitoylik aytaylik, siz tarjimonangiz bilan gaplashadi, lekin o'zini diktofoniga siz gaplaringizni yozib olib turib, uni bemalol tarjima qilib olsa bo'ladi. Xullas kalom, borgan sari qiyin bo'lib ketyapti. Xitoyliklarga konkurensiya qilish, orada odam o'ylanib ham qolyapti. Xitoy smartfonini olish to'xtatish kerak ekan? Unaqada kim smartfonlarni olib kelamiz? Odamlarga smartfonlar kerak, baribir ishlatadi. Bu bilasizlar, qulay bir qurol. Oldingi paytda ketmon, tesha, bolta, qilich, pichoq qurol bo'lgan bo'lsa, hozirgi paytda smartfon, notebook, planshetlar bu bizning asosiy qurolimizga aylanib qolgan. Odam qiynalib qoldi, nima qilishni ham bilmaydi. Albatta komment yozib yuboringlar, nima qilamiz? Yoki o'sha eski BlackBerry, Nokialarni ishlatamizmi? Albatta komment o'z fikringizni yozinglar. Balki sizlarning fikringiz bo'yicha ish tutarmiz, agar hammaga yoqsa. Barmoq izi skaneri displey ostida joylashtirilgan, ishlashlari yaxshi. Dinamik stereo kelli bitta eshitib baho beramiz. Qo'limda Poco F5 Pro, faqat solishtirish uchun, ya'ni buniki zo'r demoqchi emasman, farqini bilishingiz uchun qo'yib beraman. Stereo, ya'ni tovushini hozir ko'rasizlar. Og'zini yopsa ko'tirmay gapiradi deydi. Xuddi shunaqa bu yog'ini yopsangiz tepasidan tovush chiqadi. Farqini menimcha sezdinglar va eshitib bildinglar. Tovush balandligi va sifati ham o'sha standart o'zimiz qo'limizda ishlatiladigan oddiy smartfonlardan, ya'ni 2 yillik, 1 yillik oldingi smartfonlardan ko'ra yaxshiroq tovushni ta'minlab bera oladi. Smartfonda Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, infraqizil porti, NFC va IP65 suvochayna himoyaga ega. OnePlus S5 Pro olgan yaxshimi yoki OnePlus S5 olgan yaxshimi degan savol tug'iladi. Albatta OnePlus S5 degan bo'lardi agar narxiga qaraganimda. Agar narxi menga muhim emas, hammasi maksimum bo'lsa, nimaga bu 100 wattli 6100 mAh akkumulyatorga ega OnePlus S5 ni olishimiz kerak emas. Balki OnePlus S5 6400 mAh akkumulyator bor, yo'q 80 wattli quvvatlash moslamasini menimcha yomon variant emas. Narxlarni ko'rib chiqsanglar bo'ladi. OnePlus S5 $472 dan boshlanadi, lekin 16 1 terabaytli versiyasi ham $669 dan OnePlus S5 Pro ni
16 ga 1 terabaytlik versiyasini va boshqa xotirali versiyalarini OnePlus S5 ham olsak bo'ladi. Siz nima deb o'ylaysiz? Ikkala smartfondan qaysi bir yaxshiroq? Esingizda bo'lsa, OnePlus S5 ham 120 FPS ochgan PUBG'da, lekin yarim soat, taxminan yarim soatdan o'tgandan keyin 80-90 FPSga tushgan. Bu degani baribir Snapdragon 8 Gen 3 bo'ladimi, Snapdragon 8 Elite bo'ladimi? Smartfonda sovutish tizimi unchalik yaxshi yo'lga qo'yilmagan. Bu OnePlus smartfonlarga xos. Adashmasam OnePlus 12, 13 lar ham xuddi shunaqa bo'lgan. Qizishi yaxshigina, aynan o'sha qizishini pasaytirish uchun protsessor kuchini pasaytirib beradi. Shuning uchun OnePlus smartfonlar kundalik hayotda ishlatishga va qanaqadir rasm, foto, video va boshqa displey deysizmi, umuman kundalik hayotda ishlatish uchun ideal bo'lgan smartfon. Lekin agar ushbu smartfon gaming uchun olaman desangiz, OnePlus smartfonlari gamingga to'g'ri kelmaydi. Yarim soatdan keyin qo'llaringiz kuyib, yig'lashni boshlaysiz. Albatta, videomiz yoqqan bo'lsa, kommentda 2 og'iz gap yozib, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Kanalga obuna bo'lgan bo'lsangiz, obuna bo'lib, yana qaytadan chiqib, yana qaytadan obuna bo'lsangiz, juda ham katta plyus bo'lgan bo'lardi. Keyingi videolarda ko'rishguncha assalomu alaykum.